Mavzuyimizning davomi amortizatsiya hisobi. Asosiy vositalar qiymati amortizatsiya hisoblash yo'li bilan qoplanadi. Amortizatsiyalanadigan qiymat asosiy vositalarning butun foydali xizmat muddati mobaynida tashkilot xarajatlariga amortizatsiya ajratmalari ko'rinishida tizimli taqsimlanadi. Asosiy vositalar bo'yicha amortizatsiya ajratmalarini hisoblash mazkur obyekt asosiy vositalar tarkibiga qabul qilingan va ishga tushirilgan sanadan boshlanadi hamda mazkur obyektning amortizatsiyalanadigan qiymati to'liq qoplangunga yoxud ushbu obyekt balansdan chiqarilgunga qadar amalga oshiriladi. Asosiy vositalar bo'yicha amortizatsiya ajratmalarini hisoblash mazkur obyektning amortizatsiyalanadigan qiymati to'liq qoplangan yoki ushbu obyekt balansdan hisobdan chiqarilgan sanadan to'xtatiladi. Asosiy vositalar bo'yicha amortizatsiya ajratmalarini hisoblash hisobot davridagi tashkilot faoliyati natijalaridan qat'iy nazar amalga oshiriladi va u tegishli bo'lgan hisobot davridagi buxgalteriya hisobida aks ettiriladi. Asosiy vositalar bo'yicha hisoblangan amortizatsiya summalari buxgalteriya hisobida ushbu summalarni alohida shodda jamg'arish yo'li bilan aks ettiriladi. Quyidagi asosiy vositalar bo'yicha amortizatsiya hisoblanmaydi. Yer uchastkalari va tabiatdan foydalanishga doir boshqa obyektlar, mahsuldor chorva mollari, axborot kutubxona fondi, qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda konservatsiyalashga o'tkazilgan asosiy vositalar, moddiy madaniy meros obyektlari, umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, yo'laklar, saylgohlar, xiyobonlar, mahalliy davlat hokimiyati organlari tasarrufida bo'lgan obodonlashtirish inshootlari va to'liq amortizatsiyalangan asosiy vositalar. O'zbekiston Respublikasi 5-sonli buxgalteriya hisobining milliy standartining 39-40 bandiga binoan asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblashda quyidagi usullarning birini qo'llash mumkin. Amortizatsiyani bir maromli hisoblash amortizatsiyani bajarilgan ishlar hajmiga mutanosib ravishda hisoblash. Asosiy vositalardan intensiv foydalanilganda, shuningdek ilmiy texnikaviy jarayonning katta ta'sirida asosiy vositalar amortizatsiyasi quyidagi usullarda hisoblanadigan jadallashtirilgan amortizatsiya yo'li bilan ifodalanadi. 2 barobar amortizatsiya me'yori bilan qoldiqni kamaytirish usuli hamda yillar yig'indisi usuli. Soliq kodeksida amortizatsiyaning normasiga keltirilgan foizlarda binolar 5% yiliga, inshootlar 10%, quvurlar, elektr uzatish va telekommunikatsiyalar liniyalar 15%, mashinalar va uskunalar 20%, havo va kosmik uchish apparatlari va ular bilan bog'liq uskunalar, kemalar va qayiqlar, lokomotivlar va harakatdagi tarkib 10% yillik, avtotransport vositalari, avtomobil kuzovlari, tirkamalar va yarim tirkamalar 20%, kompyuter va periferiya uskunalari 40%, boshqa guruhlarga kiritilmagan amortizatsiya qilinadigan aktivlar esa yiliga 15% eskirtirish normasi mavjud. Misollarda ko'rib chiqamiz amortizatsiya usullarini. Bir maromli hisoblash. Uskunaning boshlang'ich qiymati deylik 60 million so'm. Foydali xizmat muddati 5 yil yoki 20%. Demak, bizda mavjud 01.30 da 60 million so'm. Endi 1 yil uchun 60 millionni 5 ga bo'lsak, 1 yil uchun jamg'ariladigan eskirish summasi chiqadi. Buni 12 ga bo'lsak, 1 oy uchun hisoblanadigan eskirish summasi chiqadi. Bunga provodga berish uchun eskirish 02.30 kontraktiv shart kreditda ko'payadi va asosiy vosita qayerda foydalanishda bo'lsa, o'sha yerga xarajatga olib boramiz. Bu ishlab chiqarishda bo'lganligi uchun ishlab chiqarish xarajatlariga qo'shdik va har oy 60 marta shu provodga beriladi. Va 1 oydan so'ng 02.30 shotida 1 million so'm eskirish summasi hosil bo'ldi. Va hokazo 60 oydan so'ng eskirish summasi 60 million so'mni tashkil etadi va asosiy vositaning boshlang'ich qiymati hamda eskirish qiymatlari teng bo'lgandan so'ng eskirishdan to'xtatiladi. Ya'ni to'liq eskirib bo'ldi. Bu bir maromli usul edi.
Endi bajarilgan ishlar hajmiga mutanosib ravishda hisoblash. Yuk mashinasi deylik 360 million so'm. Masofa bosib o'tishi 500 ming kilometr. Bunda har bir kilometr uchun 360 million so'mni 500 mingga bo'lamiz, 720 so'mdan eskirar ekan. Bir oy mobaynida asosiy vositamiz 10 ming kilometr masofa bosib o'tdi. 720 so'mdan har bir kilometrga, demak 7 million 200 ming so'mlik eskirar ekan. Yuk mashinasini nima maqsadda ishlatadigan bo'lsak, ishlab chiqarish bo'lsa, ishlab chiqarish, ma'muriy xarajatlar bo'lsa, ma'muriy xarajatlarga olib boramiz va eskirish ko'paydi. Bunda ham ko'rinib turibdiki, 0160 da 360 million so'm mavjud edi. 0260 da bir oy ishlatilgandan so'ng 7 million 200 ming so'm hosil bo'ldi. Shu tartibda bajarilgan ishlar hajmiga mutanosib ravishda amortizatsiya hisoblanadi. 2 barobar amortizatsiya me'yori bilan qoldiqni kamaytirish usuli. Bunda salgina boshqacha bo'ladi. Amortizatsiya hisoblash boshlang'ich qiymatdan olinmaydi bunda. Buni ham misol tariqasida ko'rib o'tamiz. Uskunaning boshlang'ich qiymati 120 million so'm deb faraz qilamiz. Foydalilik xizmat muddati 5 yil yoki 20%. Endi 2 barobar amortizatsiya hisoblanganda bunga 40% amortizatsiya hisoblanadi. Demak, birinchi yil uchun 120 millionni 40%i 48 million so'm hisoblanadi. Bir oylik xarajati 12 ga bo'lganda chiqadi. Buni ham ishlab chiqarishga olib bordik. 0230 ga provodga beramiz. Endi keyingi yil qoldiqni kamaytirish usuli deyilganligi uchun 120 millionlik uskunamiz 48 million eskirgan bo'lsa, keyingi yiliga biz 72 million so'mni eskirtiramiz. 72 million so'mni 40%i 28 million 800 ming so'm bo'lar ekan. Buni ham 12 ga bo'lganimizda bir oylik eskirish 2 million 400 ming so'm hosil bo'lar ekan. Bu birinchi yil uchun, ikkinchi yil uchun, uchinchi yilda biz 72 million so'm qoldiq qiymatdan yana 28 million 800 ming so'm eskirtirganligimiz uchun bizga 43 million 200 ming so'm qolar ekan. Buni 40%i 17 million 280 ming so'm bo'ladi. Va bir oyligini topish uchun 12 ga bo'lganimizda bir oyiga 1 million 440 ming so'mdan eskirar ekan. Demak, 3-yil uchun biz 17 million 280 ming so'm eskirtirdik. Keyingi yil 43 million 200 ming so'mdan 17 million 280 ming so'mni ayiramiz. 25 million 920 ming so'm. Buni 1 yillik eskirishini topish uchun 40% ga ko'paytirib olamiz. 10 million 368 ming so'm ekan. Buni ham bir oyligini topish uchun 12 ga bo'lsak 864 ming so'm chiqar ekan. Bu 4-yil uchun. 5-yilda qoldiq summa eskirtiriladi. Ya'ni bizda 25 million so'm qiymat bor edi. 10 million 368 ming eskirtirdik va 15 million 552 ming so'm oxirgi yilgi qoldiq qiymati. Buni 12 ga bo'lsak, bir oylik qiymati 1 million 296 ming so'm chiqar ekan. Bu 5-yil uchun. Endi tabiiy savol tug'iladi. Me'yor 20% bo'lsa, soliq kodeksida belgilab qo'yilgan bo'lsa, biz 40% eskirtirgan bo'lsak, me'yor bo'yicha 24 million so'm eskirish kerak edi. Biz 48 million so'mga eskirtirdik. Shunda biz me'yor doirasida 24 million so'mni xarajatlarga olib boramiz. Qolgan 24 million so'mni kechiktirilgan xarajatlarga olib o'tamiz. Keyingi yilda ham 24 million so'mdan ortiqchasini
kechiktirilgan xarajatlarga olib boramiz, 24 million so'mni xarajatga qo'shamiz. Keyingi yilda 24 million so'mga yetmaydigan qismini jamg'arilgan kechiktirilgan xarajatlar summasidan olib o'tamiz. Bu qanday bo'ladi? 48 million so'mga biz 32.90.02.30 provodkasini beramiz. Bundan 24 million so'mini ishlab chiqarish xarajatlariga qo'shamiz. Keyingi yil ham xuddi shu tartibda provodka beramiz. Endi 24 millionga yetmaydigan qismini 6 million 720 ming so'miga kechiktirilgan xarajatlardan ishlab chiqarishga qo'shamiz va shu tartibda davom etadi. Yillar yig'indisi kumulyativ usul bilan hisoblash. Uskunaning qiymati 180 million so'm faraz qilamiz. Foydali xizmat muddati 5 yil. Bunda yillar summasi qo'shib chiqiladi. Bu yig'indisi 15 ga tengligini bilishimiz mumkin. Endi birinchi yil uchun 5 taqsim 15 ni ko'paytiramiz 180 million so'mga. Demak, birinchi yil uchun 60 million so'm eskirar ekan. Buni 12 ga bo'lganimizda 1 oylik eskirish summasi chiqadi. Keyingi yil uchun 4 taqsim 15 ko'paytiramiz 180 million so'mga. Keyingi yil 48 million so'm eskirar ekan. Uni ham 12 ga bo'lganimizda 1 oylik eskirish summasi chiqar ekan. Keyingi yil 3 taqsim 15 ga ko'paytiramiz. Buni ham 12 ga bo'lganimizda 1 oylik summasi chiqadi. Keyingi yil 2 taqsim 15. O'n 12 ga bo'lganimizda 1 oylik summasi chiqadi. Keyingi yil 1 taqsim 15 ga ko'paytiramiz. O'n 12 ga bo'lganimizda 1 oylik summasi chiqadi. Amortizatsiya shu tartibda amalga oshiriladi. Birinchi yil uchun 5 taqsim 15 ga ko'paytirdik, ikkinchi yil uchun 4 taqsim 15, uchinchi yil uchun 3 taqsim 15, to'rtinchi yil uchun 2 taqsim 15 va beshinchi yil uchun 1 taqsim 15 ga ko'paytirib topdik. Demak, asosiy vositalarning amortizatsiyasi shu usullardan biri orqali foydalangan holda hisoblanar ekan.